Agar sizga mashhur sehrgarni birinchi bo'lib DC Comics yaratgan, Marvel esa uning ismini o'zgartirib, o'z olamiga olib o'tgan desam ishonasizmi? 1940-yil DC Comics Dr. Fate, ya'ni Doktor Taqdir nomli klassik sehrgarni yaratadi. Ismi Kent Nelson bo'lgan bu qahramon qadimgi Misr sehriga va Nabu nomli ma'naviy mavjudotga bog'langan. Doktor Taqdir o'zini hayotini sehr orqali adolatni himoya qilishga bag'ishlaydi. Hammamizni sevimli qahramonimiz bo'lishga ulgurgan Doktor Strange esa Rosa 23 yildan keyin paydo bo'ladi. 1963-yilda Marvel ham o'zini sehrgari bo'lishini xohlab, g'ayrioddiy hikoyalar komiksida birinchi marta Doktor Strange'ni muxlislarga tanishtiradi. Strange dastlab juda mashhur jarroh bo'ladi. Baxtsiz hodisadan keyin qo'llari ishlamay qolib, kasbini davom ettira olmaydi. U Kamartajga borib, qadimiy ustozdan sehr qilishni o'rganadi. Keyinchalik multiolam va kosmik kuchlarni boshqara oladigan sehrgarga aylanadi. Bu ikkita sehrgarning o'xshashliklarini aytadigan bo'lsam, ikkalasi ham mistik kuchlarga ega sehrgar qahramon bo'lib, ular koinot va yer muvozanatini saqlash bilan shug'ullanadi. Ko'proq aqlga tayanib ish qilishadi va ikkalasining ham xarakteri bir-biriga juda yaqin. Jiddiy, sovuqqon va mas'uliyatni birinchi o'ringa qo'yadigan qahramon bo'lib, faqat katta va xavfli narsalar sodir bo'lganda ko'rinishadi. Doktor Strange Agamotto ko'zi va sehrli plashdan foydalansa, Doktor Taqdir Nabu shlemi kabi kuchli artefaktlar orqali o'z qudratini oshiradi. Bu ikkita qahramon juda o'xshash ko'rinsa ham, ular orasida muhim farqlar bor. Bularga misol qilib, Doktor Strange oldin oddiy inson bo'lganini va sehr qilishni o'rganib, kuchga ega bo'lganini, Doktor Taqdir esa ko'pincha Nabu shlemi orqali kuch olishini aytishim mumkin. Marvel Doktor Taqdirni shunchaki copy paste qilmagan. Ular bu qahramonni psixologik murakkablik va kosmik magiya bilan boyitgan. Hammaga salom. Bugungi video oldingi videoning davomi, ya'ni ko'p insonlarning xohishiga ko'ra Marvel Comics DC Comicsdan ilhomlanib yaratgan qahramonlarini birma-bir ko'rib chiqamiz. 1940-yilda DC Comics tomonidan Flash yaratiladi. U dastlab J. Garrick sifatida paydo bo'lgan. Keyinchalik bu obraz Barry Allen va Wally West kabi qahramonlar orqali yanada rivojlantiriladi. Flash Speed Force deb ataluvchi maxsus energiya manbai orqali harakatlanadi va bu unga juda tez yugurish, fizik qonunlarni buzish va hatto vaqt bo'ylab sayohat qilish imkonini beradi. Flash komiks tarixida tezlik konseptini butunlay yangi darajaga olib chiqqan va DC Comics tarixidagi juda muhim ramzlardan biriga aylangan. 1964-yil Flash yaralganiga ro'ppa-rosa 24 yil bo'ldi va u komiks industriyasida katta mashhurlikka erishishga ulgurgan edi. Bu vaqtga kelib Marvel ham o'zini tez qahramonini yaratadi va uni Smog deb ataydi. Uning asl ismi Pyotr Maksimov bo'lib, mutant sifatida tug'ilgan va genetik mutatsiya natijasida super tezlik qobiliyatiga ega bo'lgan. Ikkala qahramonlarning o'xshashligi juda yaqqol. Ularning asosiy kuchi tezlik, ikkalasi ham shu orqali jang qiladi. Zarbalarni oldindan sezadi va jang maydonida deyarli ko'rinmaydigan darajada harakatlanishadi. Dizayn jihatdan ham ular tezlikni ifodalaydigan kostyumdan, ya'ni chaqmoq yoki energiya effekti bilan tasvirlangan. Lekin ular o'rtasida farqlar ham bor. Flash ko'proq ilmiy va kosmik darajadagi kuchga ega bo'lsa, Smog mutant biologiyasi asosida yaratilgan. Ularning xarakterlarida ham farqlar bor. Masalan, Flash ko'pincha optimistik qahramon sifatida tasvirlanadi. Smog esa murakkab va keskin xarakterga ega. Shunga qaramasdan ko'plab muxlislar Smogni Marveldagi Flash deb atashadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Marvel Smogni yaratishda DCdan ilhomlanganmi yoki yo'qmi? Javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi aytadigan qahramonlarim bu Boomerang va Kapitan Boomerang. Komiks tarixidagi bir-biriga juda o'xshaydigan antagonistlar hisoblanadi. 1960-yilda DC Comics tomonidan Kapitan Boomerang yaratildi. Uning ismi Digger Harkness bo'lib, u Avstraliyadan chiqqan professional jinoyatchi sifatida tasvirlangan. Kapitan Boomerang o'zining maxsus jangovar bumeranglari bilan mashhur. Unda bumerangning har xil turlari bor. Masalan, portlovchi, elektr zarbali yoki maxsus mexanik qurilmalar bilan jihozlangan bumeranglar va u shular orqali jang qiladi. Kapitan Boomerang komikslarda ko'pincha Flashning asosiy dushmanlaridan biri qilib yaratilgan. Oradan 6 yil o'tib, ya'ni 1966-yilda Marvel Comics ham o'zini Boomerang nomli qahramonini yaratadi. Fred Myers, sobiq professional beysbolchi, karyerasi davomida omadsizliklarga uchragandan keyin jinoyat yo'liga kiradi va maxsus jangovar bumeranglardan foydalanadigan yollanma jinoyatchiga aylanadi. U komikslarda o'rgimchak odam va boshqa qahramonlarga qarshi chiqadigan yovuz qilib tasvirlangan. Bu ikkita yovuzni ikkalasi ham bumerang
bumerangni asosiy qurol sifatida ishlatadigan professional jinoyatchilar bo'lib, ular texnologik bumeranglardan foydalanishadi va ko'pincha super qahramonlarga qarshi chiqadigan ikkinchi darajadagi antagonist hisoblanadi. Hatto ularni jang qilish uslubi ham juda o'xshash. Uzoq masofadan hujum qilib, raqibni chalg'itish va strategik hujumlar orqali ustunlikka erishish. Bularning orasidagi yagona farq o'tmishga borib taqaladi. Kapitan Bumerang Avstraliyadan chiqqan jinoyatchi bo'lsa, Bumerang sportchi o'tmishiga ega. Natijada Marvel o'zini bumerangini yaratishga 6 yil kechikib, muxlislarda bu qahramon ko'chirilgan degan fikrni paydo qiladi. 1940-yilda DC sahnaga Batman olamini eng muhim qahramonlardan birini, ya'ni Catwoman'ni olib chiqadi. O'zbekchaga mushuk ayol deb tarjima qilinadigan bu qahramonning ismi Selina Kyle bo'ladi. Mushuk ayol ko'pincha jinoyatchi sifatida tasvirlansa ham, uni xarakteri juda murakkab qilib tasvirlangan. Ba'zida Batmanga yordam beradi va ba'zida unga qarshi chiqadi. U o'zini mushuksimon harakatlari, o'g'irlik mahorati va jozibali sirli xarakteri bilan mashhur. Oradan deyarli 40 yil o'tib, ya'ni 1979-yilda Marvel qora mushukni dunyoga tanishtiradi. Ismi Felicia Hardy bo'lgan bu qahramon ham xuddi mushuk ayolga o'xshab professional o'g'ri sifatida tanishtiriladi. Qora mushuk ko'pincha o'rgimchak odam bilan bog'liq bo'lgan sarguzashtlarda paydo bo'ladi. U mushuk ayol singari akrobatik, chaqqon va ayyor xarakterga ega va yana qora mushukda omadsizlik aurasi deb ataluvchi qobiliyat bor. U raqiblarga baxtsizlik va omadsizlik olib kelishi mumkin. Yuqorida aytib o'tganimdek, qora mushuk DC'dagi mushuk ayolga juda o'xshaydi. Eng qizig'i, bu ikkita qahramonning ikkalasi ham mashhur erkak super qahramon bilan romantik va murakkab munosabatga ega. Men bu qahramonlar orasida deyarli farqni ko'rmadim. Natijada DC birinchi bo'lib mushuksimon anti-qahramonni yaratdi va Marvel buni o'ziga moslashtirib, o'zini olamiga olib o'tdi. Shu sabab bilan muxlislar qora mushukni birinchi marta ko'rishganda deja-vyuni his qilishadi. 1958-yilda DC Comics tomonidan Brainiac nomli qahramon yaratiladi va u Supermanning eng xavfli dushmanlaridan biriga aylanadi. Brainiac juda yuqori darajadagi sun'iy intellekt bo'lib, asosiy maqsadi bilimni saqlab qolish va mukammal tartibli dunyoni yaratish. Lekin bu jarayon davomida u kerak bo'lsa hamma narsani yo'q qilishga ham tayyor. 1968-yilda Marvel Comics Ultron'ni yaratadi. U birinchi marta Ultron Avengers hikoyalarida paydo bo'lgan. U ham Brainiac'ga o'xshab juda yuqori darajadagi sun'iy intellekt hisoblanadi. Komikslarda Ultron'ni kim yaratganini bilasizlarmi? Bu Tony Stark ham, Bruce Banner ham emas. Komikslarda Ultron'ni Dr. Hank Pym yaratadi va keyinchalik Ultron o'z yaratuvchisiga qarshi chiqadi. Ultron insonlarni nomukammal va xavfli deb hisoblaydi va robotlar bilan mukammal dunyoni yaratish kerak deb fikrlaydi va u o'zini doimiy ravishda yengilab boradi. Ikkala qahramonning o'xshashligini bittada payqash mumkin. Ikkalasi ham sun'iy intellekt bo'lib, insonlarni kamchilik deb hisoblaydi va o'zligini doimiy ravishda yengilab turishadi. Lekin ular orasida farqlar ham bor. Misol uchun Brainiac kosmik darajadagi yovuz hisoblanadi. Ultron esa ko'proq insonlar va yer sayyorasi bilan cheklangan. Natijada Brainiac g'oyasini Marvel yanada agressiv qilib rivojlantirgan. Shu sababdan ko'plab muxlislar Ultron obrazini Marvel DC'dan ilhomlanib yaratgan degan fikrga ega. Navbatdagi bir-biriga o'xshaydigan personajlardan bittasi bu super adaptoid bilan Amazo. Ular tarixdagi eng xavfli android yovuzlardan biri hisoblanishadi. Amazo birinchi bo'lib 1960-yilda DC Comics tomonidan yaratilgan va Adolat ligasining eng qo'rqinchli dushmanlaridan biri sifatida tanishtirilgan. Amazo Professor Ivo tomonidan yaratilgan va uni eng katta kuchli tarafi bu boshqa qahramonlarning qobiliyatini nusxalash. Shu qobiliyati bilan u deyarli yengilmas dushman hisoblanadi. Chunki u har bir qahramonga qarshi ularni o'z kuchlari bilan jang qiladi. Oradan 6 yil o'tib, ya'ni 1966-yilda Marvel Comics super adaptoid qahramonini yaratadi. Super adaptoid qasoskorlar hikoyalarida paydo bo'lgan bo'lib, u ham android hisoblanadi. U qasoskorlar a'zolarining kuchlari, jang uslubi va hatto qurollarni ham nusxalash qobiliyatiga ega. Masalan, u Kapitan Amerikaning qalqonidan foydalanishi, Torni kuchiga yaqinlashishi yoki temir odam texnologiyalarini takrorlashi mumkin. Bu esa uni qasoskorlik uchun juda xavfli raqibga aylantiradi. Ko'rib turganinglardek, ular orasidagi farqlar juda katta. Ikkalasi ham sun'iy yaralgan android va boshqalarning kuchini nusxalash qobiliyatiga ega. Lekin shunga qaramasdan, bu yerda farqlar ham bor. Masalan, Amazo ko'pincha kosmik yoki global darajadagi tahdid sifatida tasvirlanadi va mustaqil ravishda rivojlanadi. Super adaptoid esa ko'proq faqat qasoskorlik uchun yaratilganga o'xshaydi. Amazo komiks tarixida kuchlarni nusxalovchi android konseptini birinchi bo'lib ommalashtirgan bo'lsa, super
adaptoid keyinchalik shu g'oyani Marvel olamida qasoskorlarga qarshi moslashtirilgan versiya sifatida olib kirgan. Shu sabab ko'plab muxlislar Marvel super adaptoid obrazini DC dan ilhomlanib yaratgan deb hisoblaydi. Agar bu qahramonlar sizlarga begona deyishilayotgan bo'lsa, katta ehtimol bilan sizlar Marvel yoki DC komikslarini o'qimagansizlar. Va agar Marvel yoki DC komiksidagi qahramonlar bilan yaqindan tanishishni xohlasanglar yoki shunchaki komiks o'qishga qiziqsanglar, Ustahlel Telegram kanaliga o'tishingiz mumkin. Biz hozirgacha 15 tadan ko'p Marvel va DC komikslarini 100% o'zbekchaga tarjima qilganmiz. Misol uchun Marveldagi eng kuchli yovuzlardan bittasi Galactus DCning eng yovuz qahramoni Darkseid bilan urushsa, kim g'alaba qozonishini Darkseid Galactusga qarshi komiksini o'qib bilib olishingiz mumkin. Kanal silkasini video ostida va kommentariyada qoldiraman. 1938-yilda DC o'zining tarixidagi eng mashhur va eng kuchli qahramonini yaratadi. U esa hammalar taxmin qilganinglardek Superman va bu butun super qahramon janrini asoschilaridan biri hisoblanadi. Uning asl ismi Kal-El bo'lib, Krypton sayyorasidan Yerga kelgan begona mavjudot bo'ladi. Yer atmosferasi va quyosh nuri unga favqulodda kuch, uchish qobiliyati, super tezlik va deyarli yengilmas tanani beradi. Superman komiks tarixida umid, adolat va qahramonlik ramziga aylangan. U nafaqat kuchli qahramon, balki butun super qahramon madaniyatining asosiy modeli hisoblanadi. Oradan 62 yil o'tgandan keyin, ya'ni 2000-yilda Marvel Comics Sentry qahramonini yaratadi. Ismi Robert Reynolds bo'lgan bu qahramon tasodifan zardobni ichib yuboradi va natijada katta kuchga ega bo'ladi. U super qahramon singari uchadi, super kuchga ega va deyarli yengilmas hisoblanadi. Ular dizayn va konsept jihatdan ham mukammal super qahramon obrazini ko'rsatadi. Faqat Superman umid va ideal qahramon sifatida tasvirlansa, Sentry kuchli bo'lishiga qaramasdan ruhiy jihatdan beqaror. Uni kuchlari nafaqat dunyoni himoya qilishi, balki uni yo'q qilishi ham mumkin. Chunki Sentry ko'pincha o'zini qorong'u tomoni, ya'ni Void bilan kurashadi. Hozirgi aytadigan qahramonimni DC dan ko'chirilgan deyish juda qiyin. Lekin internetda juda ko'p muxlislar bu ikkita qahramon bir-biriga juda o'xshashligini ta'kidlab kelishgan. 1944-yilda DC Comics o'zini yangi maxluqini ommaga tanishtiradi va uni Solomon Grundy deb nomlaydi. Solomon Grundy sirli voqealardan keyin botxonlikda qayta tirilib, dahshatli va kuchli mavjudotga aylangan. U o'zini ulkan, yengilmas tanasi va ongini boshqara olmasligi bilan mashhur. U ko'pincha nazoratsiz va hayvoniy instinkt bilan harakat qiladigan mavjudot sifatida yaratilgan. Bu sizga kimnidir eslatmayaptimi? 1962-yil DC Solomon Grundyni yaratgandan 18 yil o'tib, Marvel Comics Hulk qahramonini muxlislarga tanishtiradi. Daho olim Bruce Banner gamma nurlanishiga uchragandan keyin g'azablanganda ulkan monsterga, ya'ni Hulkga aylanadi. Hulk komiks tarixidagi eng kuchli qahramonlardan biri sifatida tanilgan. U qanchalik g'azablansa, shuncha kuchayib boradi. Bu ikkita qahramonni, ya'ni Solomon Grundy va Hulkni birlashtirib turadigan narsa, ularning ikkalasi ham nazoratdan chiqib ketsa, atrofga katta zarar yetkazadigan monster sifatida tasvirlangan. Yuqorida aytganimdek, men Marvelni bu qahramonni DC dan o'g'irlagan deb aytolmayman. Chunki bular o'rtasida katta farqlar ham bor. Masalan, Solomon Grundy dahshat va mistik elementlarga asoslangan qahramon bo'lsa, Hulk ilmiy eksperiment natijasida yaratilgan mavjudot qilib ko'rsatilgan. Juda ko'p odamlarni, shaxsan meni ham eng yoqtirgan personajlarimdan biri Deadpool birinchi bo'lib DC Comicsda chiqarilgan desam ishonasizlarmi? 1980-yilda DC Comics sahnaga elita darajasidagi askar va professional yollanma jangchi sifatida tanilgan o'lim zarbasini olib chiqadi. Ismi Slade Wilson bo'lgan bu qahramon maxsus harbiy tajribalar natijasida yuqori darajadagi kuch, tezlik, refleks va strategik aqlga ega bo'ladi. U o'zini sovuqqonligi, mukammal jang taktikasi va deyarli yengilmas yollanma jangchi sifatidagi obro'si bilan mashhur. Oradan roppa-rosa 10 yil o'tib, 1990-yilda Marvel o'sha mashhur Wade Wilsonni, ya'ni Deadpoolni ommaga tanishtiradi. U ham sobiq askar va yollanma jangchi sifatida tanishtiriladi. Wade saraton kasalligiga chalingandan keyin maxfiy tajriba dasturida qatnashadi va natijada tez tiklanish qobiliyatiga ega bo'ladi. Deadpool o'lim zarbasidan farqli ravishda jiddiy va sovuqqon emas, balki hazilkash, beqaror va 4-devorni buzuvchi xarakter sifatida mashhur. Bu ikkita qahramonning ikkalasi ham yollanma jangchi bo'lib, harbiy tajribaga ega. Ularning ismlari ham juda o'xshash. Slade Wilson va Wade Wilson. Ikkalasi ham o'qotar qurollar, qilichlar va yaqin jang uslublarida ustasi hisoblanadi. Shu sababdan ko'plab muxlislar Marvel Deadpoolni DC dan ko'chirgan degan fikrga ega.
Ammo vaziyatga ikki tomonlama qarash kerak. Ularning farqi yo'qmi desanglar bor. Masalan, ularning xarakteri umuman boshqa. O'lim zarbasi jiddiy va sovuqqon bo'lsa, Deadpool tartibsiz, kulgili va psixologik jihatdan beqaror xarakter hisoblanadi. Va yana ularning kuchi. Deadpool qayta tiklanish qobiliyatiga ega va bu uni deyarli yengilmas qiladi. O'lim zarbasi esa ko'proq harbiy tayyorgarlik va tajriba orqali kuchli hisoblanadi. Shu bilan bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Agar siz shunaqa kontentli ko'proq chiqishini xohlasangiz, kanalni donatlar bilan qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.